bir haromdan tug'ilgan haromxo'r haroma haqida gaplashamiz azizlar. Itdan tug'ilgan deyman bu. Shunaqangi chiroyli kunda shu oilaga shu ishni qildingmi? Inshaalloh o'ligingga buyursin. Sen meni ko'rib turgan bo'lsang, yaxshilab qara, ko'zlarimga qara. Qabr boshiga chiqib keldim dedi boladagi. Onam kim gul sovg'a qilmaganman. Men qabr boshiga gul oldim. O'zimdan xafa bo'ldim. Shuncha yil onam yonida bo'lgan ekanman. Bir dona gul sovg'a qilmagan ekanman. Hanida onam bo'lganda yonimda hozir. Shuning uchun ham dadam yo'qotgim yo'q. Kelyapman shu qabr boshidan hamma onasiga gul olgan bozorda. Otalarini, singillarini yo'qlash uchun yo'lga chiqqanlar. Qaniydi men ham gul olsam, uyga kelsam, onam kutsa meni. Keling. Bilmayman, bu ham yo'q narsani o'zi yo'q bitta. Choydi, kalbasaydi, go'shti, tuxumi, ochishmabdi ham, qarang. Hozir qo'limda yo'q. Konvertni ochishmabdi ham. Hozir sirli sandiqni ochamiz. Menga uy kerak emas. Birinchi o'rinda otamni sog'liq. Ammo rahmat lekin e'tibor uchun, kuzatishayotgani uchun, like bosishayotgani uchun, butun ijtimoiy tarmoqda kuzatayotganlarga kattadan katta rahmat. Ay, balla qizim, assalom. Assalom. Ilohim baxtingiz bo'lsin. Qaranglar, bu qizaloqni go'shti tarib kelyapti. Mashalloh. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Tinchmisizlar? Og'izlar ochib oldilaringmi? Salom. Xo'p, hozir ishdan qaytib kelayotgandim, bir aka qo'ng'iroq qildi. Tanimayman kim, bilmayman. Xullas, Yozyovon tuman markazida savatchaga keldim hozir. Qaranglar, shunaqa chiroyli magazin ochilganmiz Yozyovonga. Shunaqangi. O'tiring aka, nima? Xijolatchilik bormi? Xo'p, Yozyovon savatchasiga kelib, mana narsani olib, mana narsamidi aka? Xo'p, ketadi. Xo'p. Tursunoyxonlarning oilasiga mana shunaqa xarajat qilib tashab ketibdilar. Alloh rozi bo'lsin. Tanimayman, kim, bilmayman, lekin menga qo'ng'iroq qildi, uka shunaqa video chiqargan ekansiz, shu oilaga mana shu omonatni yetkazib qo'ysangiz dedi. Undan tashqari yana unam olib qo'yibdilar. Xudo xolasa, endi bugun kechqurun hozir men bularni olyapman. Ertalabda tong otsa, inshaalloh olib borib omonatlarni topshiraman. Alloh rozi bo'lsin, shu xarajatlar qilib mana shu oilani o'ylab, ro'zg'ordan orttirib, aka, to'g'risi men tanimadim. Alloh rozi bo'lsin, otingizga rahmat sizni. Ilohim hammani shunaqa ehson berguvchilardan qilib qo'ysin. Imkoni borlar ehson qilishdan to'xtamaylar. Imkoni yo'qlar duo qilib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan bizni ko'rib turgan, bizni kuzatib turgan barcha mo'tabar onalarimizni, ayollarimizni, opalarimizni, singillarimizni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Ilohim oilalaring baxtiga, farzandlaring baxtiga hamisha sog' salomat bo'linglar. Yuzlarga kiringlar. Qolaversa, azizlar, mana shu oiladagi Tursunoyxon hamda singillarini ham biz tabriklab qolamiz. Bugun chiroyli sovg'alar bilan keldik. Juda ham ko'plab sovg'alar bilan keldik. Videoni oxirigacha kuzatinglar. Bugun men imkon qadar harakat qildim. Bugungi bayram kunida shu xursandchilik bilan bugungi videoni o'tkazaman deb, lekin majbur bo'laman. Bugun bayramga shunaqa bir sovg'a qilibdi, bir uzr so'rayman, endi majburman shuni gapirishga. Nimaga bunday gapirayotganimni videoning so'ngida bilib olasizlar. Bir haromdan tug'ilgan haromxo'r haroma haqida gaplashamiz azizlar. Haroma haqida. Bu insonni men ikkilanmay haroma deyman. Nimaga haroma deyotganligimni mana shu videoning orqasida hozir kiramiz, eshitasizlar o'zidan. Itdan tug'ilgan deyman bu. Shunaqangi chiroyli kunda shu oilaga shu ishni qildingmi? Inshaalloh o'ligingga buyursin. Sen meni ko'rib turgan bo'lsang, yaxshilab qara, ko'zlarimga qara. Ko'rdingmi? Ko'zlarimga qara. Sen ko'rgansan shu videoni. Ko'rgansan shu oilaga shu videoni ko'rib turib shu ishni qildingmi? O'ligingga buyursin. Seni endi mayli dunyoga keltirgan ota-onang bir orzu havas qilgandir, shu farzandim orqasidan bir yaxshi gaplar eshitaman, farzandim orqasidan bir
duolar qilishadi meni farzandim orqasidan degan umidlar bilan, umidlar bilan meni farzandim dinimga, millatimga, vatanimga Xudo xolasa xizmat qiladi deb niyat qilib dunyoga keltirgandir. Min afsus, endi ota-onangni so'kmay, o'zi hozir kommentariyada o'qi, qanaqa gaplar yoziladi senga. Sen haqiqiy haromisan. Shunaqa chiroyli kunda shu oilaga shu narsani qildingmi? Sen haromisan. Yana aytayapman, haromisan sen. Agar gapim yoqmayotgan bo'lsa, kelib so'rab ol mendan. It tuqqan seni. Ko'rib ol, kiming bo'lsang ham. Mana shu ko'zimga qara. Yetsa, kelib so'rab ol. Haromxo'r. Hozir gaplashamiz haqida. Xafa bo'lmanglar. Men majburman. Hozir gap nima haqidaligini ketayotganligini bilsalaring, bu mendan ham battar yozasizlar. Hozir kommentariyada. O'zlaring ko'rasizlar. Xo'p, kayfiyat tushirmaymiz. Chiroyli sovg'alar, yana sovg'alar bor. Undan tashqari yangiliklarimiz ko'p. Bu haromi buni ish qilgani bilan xalqimiz to'xtab qolmas ekan. Avvalo rahmat hammaga, ehson qilayotganlarga. Assalomu alaykum. Bular qani mana? Kechagi gapdan keyin tashqariga assalomu alaykum, assalomu. Baraka topkunlar. Haligi sinasini ko'rsatmaysan, qani. Da mana sinasi. Bugun yakshanba dam olish kun. Chunki azizlar, har kuni men kelgan mahal bu qiz maktabda o'qishda bo'ladi. Soat 9-10lar atrofida kirib kelaman, ishga ketayotib kiraman. Ketaman, bu qiz o'qishda maktabda bo'ladi. Kecha kommentda har bir narsaga e'tiborlisizlar. Ani qizsi qani, boshida sinisi qani. Mana shu yerda. Qalaysiz? O'zingiz? Voy, kastoshlar kiyib, kuyov bola bo'lib. Qalaysiz? Tinchsiz? Qizlar qalaysizlar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bayramlaring muborak bo'lsin. Ilohim baxtli, saodatli bo'linglar. Bu arzimasa ham qabul qilib olasizlar, ha? Biz sizga singiz bilan maza qilib kechqurun yeysizlar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Duo qilib qo'yasizlar. Kelingchi. Nasha mazza joy ekan, ha? Amin. Xotirlaringiz bo'lsin. Ishlaringiz omadini bersin. Bugun ayollar bayrami ekan. Barcha ayollarimizni shu kun bilan tabriklaymiz. Amin. Oilasida tinch totuv yashasin. Amin. Barakasini bersin. Ishini omadini bersin. Ehson qilayotganlarda Omadini bersin. Alloh ehsonlarini ilohim dargohida qabul qilsin. Allohim. Vaqt olaveringlar. Ha, menga emas, sizlarga. Do'stlar, qalaysizlar? Xursandchilik. Qalaysiz? Yaxshi. O'qiyapsizmi? Ha. Xursand bo'ldingizmi? Siz bilan anchadan beri ko'rishganim yo'q. Nima gaplar? Tinchlik omonmi? Ha. Nima bo'ldi yana? Stol orqasidagi narsalar otib ber. Yana bir narsalar olib kelishdimi odamlar? Yo'q, olib kelishdi, ehsonlari ham bor. Voy, отчет beryapti, baraka topsin. Bilasizlar, buni ko'rgansizlar, doktor qog'ozlari. Men birinchi o'rinda Navro'z mahallasiga kattakon rahmatini aytaman. Tadbirkor akamiz, Dehqon akamiz mana shu konvertni berib ketishdi, ochmadik. Bilaman ichida nima borligini ham. Qayerdan dedingiz? Navro'z mahallasidan Dehqon aka bilan tadbirkor akamiz mayda juda xarajat qilishib ketishdi. Nima konvert? Mansurjon aka, Alloh rozi bo'lsin. Mana shu Navro'z mahalla fuqarolar yig'inining raisi. Biz telefonlashgandik, aloqalashgandik. Uka, yaxshi ishga qo'l uribsan. Inshaalloh qarab turmaymiz, qo'limizdan kelgancha yana yordamlar beramiz. Biz borib borsa yo'q ekansan, xabar olib keldik. Nima kamchilik bo'lsa, nima yordam bo'lsa so'raverdida. Asha Navro'z mahalla fuqarolar yig'ini raisi Mansur akamga
O'sha tadbirkor akami? Tadbirkor O'sha aka. tadbirkor akaga shulardikmi? Ha, o'shalarniki hozir. Uni ochishmabdi ham, qarang. Hozir men qo'limda pul. Konvertni ochishmabdi ham. Hozir sirli sandiqni ochamiz. Keyin bu 1 million so'm. Nima? Bo'lmaganda ko'pchilik ehsoni. Esimda yo'q to'g'risi. Kim bergan bo'lsa ham Alloh rozi bo'lsin. Ha, mayda chuda qilib 1 million mana Bir olib million kelishibdi. so'm ehson. Keyin ertalab menga mana narsani olasiz. Aka olib keldilar. Mana qarang, 1 2 3 1 2 3 4 5 460 ming so'm. Bu ertalab kartadan yechgan pulim 4 million so'm. Kechagi kartani 0 qilganingizdan keyin yechib olgan. Hozir to'xtang. Kecha bitta narsa bo'ldi, kartadan pul yechib olishibdi. O'g'irlik bo'ldi-da, to'g'risi. 6 million 600 ming bo'lgan paytda rosa 11 ga yaqin pul yechilgan kartadan. Yaqinroq keling kamera. Mana cheki. Azizlar, kecha biz pulni berib ketdik. Bu ertalab Yechib kartani yechib kelgan, 00 qilib kelgan. Men bularga tayinlagandim. Singlim, har xil insonlar bor, har xil odamlar bor. Tushgan pulni yechavering deb yaxshi ham aytganim. Mana 29 million pulni yechib olib qo'ygandik. Oy itdan bo'lgan. Mana shu 4 million 10 million bo'lishi mumkin edi. 6 million 600 ming so'm pulni yechib olgansan, haromxo'r. 600 ming qolgan. 6 million yechib olgan. 600 ming qolgan, 600 ming yechib keldim. 6 million. 6 millionni yechib olgan. 6 million pulni yechib olgansan, haromxo'r. Ey, vijdoni yo'q, iflos. O'ligingga ham buyurmaydi u pul, bor-ku. O'lim ham xasar qiladi sendan, qarab turgan. Shunaqa kunda, shunaqa oilani puliga hujum qildingmi? It. Men bilmayman, azizlar kommentariyada kim bo'lsa ham shu haromiga o'zlaring qoldiringlar fikrlar. Haromxo'rga. Bu nima, birortasiga javob berganmisizlar? Nima qilgansizlar? Nima qilganim yo'q, men doktor dedim. Doktorga bordik, shu kartani tekshirib bordim. Yechib olaman sektorga boribdi. 11da o'sha mashinaga o'tirdim. Rayolga bordim, kirib chiqib olay deganimcha, shuni qarasam kartamda pul yo'q. Nima deyish mumkin bunaqa odam? Mun qara, odamlar qara, ey. Mana misqollab yig'ib biz shu oila tog'a davolansin, shu oila o'zini bir mustaqil uyli bo'lsin. Deb yotibmiz, yo'q, bilmadim. Hop. Bilmasam endi. Nima qog'ozlar yetib qolgan ekan, bergidagini men qo'yib qo'yaman. Cheklari. Bismillah. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maşallah, Allah razı olsun. Mana 1 million. Mana 1 million. Biz mashina qilib shu oila baxtli bo'lsin, yorug'likqa chiqsin. Inshaalloh sog'aysin amaki. Mana qizlarda ertaga kelajagi bir butun bo'lsin, o'zlarining uyi bo'lsin. 20 yil sarson bo'lib yuribdi azizlar. Shu sarson bo'lmasin deb harakat qilyapmiz. Men afsus ichimizda shunaqa it emib katta bo'lgan. Uzr so'rayman, singillarim, qorong'o'rlar ham bor. Aybga buyurmaysizlar. Menga ham ehsonlar kelgan. Xo'p, ro'yxati bor. 200 ming so'm kecha uyimga meni qadrdon sinfdoshim bor, Baxtiyor, Alloh rozi bo'lsin do'st. Baxtiyor do'stim, ayoli hamda qo'shnisi. Qo'shni ayol 100 mingdan 200 ming so'm pul berib yuboribdi. Seni mana. Keyin Xonoboddan bir akamiz uyimizga kelib 100 ming tashlab ketibdi. Aka, Alloh rozi bo'lsin, mana omonatingiz 300 ming. Xo'p, undan keyin Irkutskdan Navro'z aka 1,5 ming rubl, ya'ni 217 ming. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Xo'p, 220 ming olib turaylik mana.
bitta chiqadi yana mana 217 ming bu. Keyin undan tashqari Qo'qondan bir onaxon. Birinchi gruppa nogiron ekan, 84 yoshli onaxoni bilan yasherkanlar. SMSda shuni yozib yuboribdilar. 50 ming so'm u kishim tashladilar. Keyin Pop Kurnos qishlog'idan ekan, shuni aytib qo'ysangiz bo'ldi, ismim shart bas dedi. Pop tumani Kurnos qishlog'idan hozir o'zlar Rossiyada. Xo'p, 700 rubl tashladilar. 1 2 3 4 5. Hozirgi mana undagi oshiqcha 10 ming bilan mana 110 ming so'm plyus aka. Keyin Surxondaryodan Rossiyada ekanlar, u kishim ham ismlarini aytmadilar. 1,5 ming rubl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mana 217 ming so'm pullari kelib tushdi. Mana omonatlari mana shu menga pul yuborgan akalar. Nima niyatda ihson qilgan bo'lsalaring, Alloh rozi bo'lsin, niyatlaringga yetkazsin. Mana Hojdog'a Nima niyat qilsa Alloh rozi bo'lsin. Amin. Nima niyat qilgan qilishgan bo'lsa, mana shu ehsonlari qabul bo'lsin. Bola chaqasini o'z og'asini ko'rsin. Allohu akbar. Kecha nima bo'ldi? Uchradilaringizmi? Ha, bitta. Doktorga hamma yo'q bitdimi? Bitta. Yo'llanmalar Yo'llanma o'qidi. hamma yo'q bo'ldi. Mana shu ichida yo'llanma. O, kichkina, o'rtada. Mana Yo'q. Shu arada shu ketmasin, boshqa kopiyalashtirib kelindi. O'rtada kichkina. manami? Ha. Bu qayerga yo'llanma? Farg'onaga. Onkologiyaga. Xo'p, azizlar mana Toshmuhammad aka katta rahmat. Yozyovon tumani tibbiyot birlashmasini boshlig'i Toshmuhammad do'stimiz kecha o'zi astedil nazoratga olgandi. Xudo xolasa mana onkologiyaga yo'llanmani qo'lga kiritdik. Xudo xolasa endi boraylik, oldin yana bir qator tekshiruvlar o'tkazaylik, unga qarab ana qilamiz. Keyin yana nima gaplar? Men bir narsadan hozir siz oldingizda xijolat bo'ldim. Boshqa Kecha kommentariyalarni o'qidimda shunki. Kattaroq gapiraverasiz. Men kekaver yaqinroq. Kommentariyalarda hammasini o'qimadim. Deyarli yarmini o'qidim. To'g'risi hijolatman oldingizda. Chunki hijolat bo'lganining sababi shuki, ko'proq uyli bo'lishsin deb like bosishibdi, yozishibdi. Rahmat, avvalambor. Boshida aytilgan videoni boshida kelganingizda ham o'zim aytganman. Maqsad uyli emas hozir. Birinchi o'rinda otamning sog'liqlarida odam yaxshi bo'lib qolsa bo'ldi menga. Boshqa hech nima kerak emas. Shuncha yildan beri shu kunlarimizga rozi bo'lib, Allohga shukr qildik. Birinchi o'rinda otam yaxshi bo'lsa bo'ldi menga. Uy men uchun hozir kerak emas. Bo'lar bir kun. Inshaalloh. Alloh poshsho. Keyin nima bo'lsa bo'lar. Faqat otam yaxshi bo'lib qolsa, mo'sinim dadam uchun yashayapti, to'g'risi. Men eplanmayman. Endi onamni yo'qotdim. Yana bitta insonni yo'qotish niyatim yo'q. O'shaning uchun shu otam baxtimizga sog' bo'lib, sog' salomat eshikdan kirib keldi. Endi oyog'i bilan kuzatib qo'yib, naslga olib kelish niyatim yo'qda, uyga meni ham. Shu pullarni yig'dik birgalikda, siz bilan siz sababchi bo'ldingiz. Agar siz bo'lmaganingizda yoki bo'lmasa xalqimiz bo'lmaganda bu pullar yo'q edi. Biz kecha boshimizni qatirib o'tirdik, nima bo'lar ekan, dadam nima qilamiz ekan deb. Bugun mana natijasi bo'ldi o'shani. Alloh rozi bo'lsin. Qilgan ihsonlarini o'rnini to'ldirib qo'ysin inshaalloh. Bizga qilganlarini. Menga uy kerak emas. Birinchi o'rinda otamning sog'lig'i, ammo rahmat lekin e'tibor uchun, kuzatishayotgani uchun, like bosishayotgani uchun, butun ijtimoiy tarmoqda kuzatayotganlarga kattadan katta rahmat. Otangizga rahmat, qizim bilan telefon qilishdi Samarqanddan. Agar dadingizni shaqa onkologiyaga olib kelsangiz, o'zimizga kelinim shaxsan o'zi operatsiyaga kiradi deyishdi. Avvalambor rahmat. Tanjolar sog' bo'lsin hammalari. Keling. Maşallah. Assalomu alaykum. Voy, balli qizim, assalom. Ilohim baxtli kun bo'lsin. Qaranglar, bu qizaloqni go'shti tarib kelyapti. Maşallah. Assalomu alaykum. Keling. Shuni qo'yasizmi? Assalomu alaykum. Siz sog'ligingiz yaxshimi? Tinchsiz? Voy, yaxshimisizlar? Xonadonlar tinchmi? Rahmat, o'zingizlar ham ro'zalarni qiynalmayapsizmi? Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Ha, biz ham sekin picha ozgina omonatlar bor edi, shular tashlab bir xabar olaylik deb keldik. Hojdog'a, men olib qo'yasiz.
Joniston xudo shifo bersin. Mashalloh, kelinchi balla qizim. Baxtli qiz bo'lsin. Balla qizim. Amin. Kelgan insonlar xudo yo'lida qabul qilsin. Oilasi bilan tinchlik totib yashashsin. Aka, Alloh rozi bo'lsin. Bo'ldi, yaxshi kun ko'rishaylik, charchamaylik. Rahmat. Yuring. Mana ko'ryapsizlar azizlar, shuncha yaxshi insonlar biri ketib, biri kelib, biri ketib, biri kelib, qo'ldan kelgancha mana ehsonlar, u katta kichigi yo'q ehson. Katta kichigi yo'q. Xo'p, mana qaranglar mana, go'sht olib kelyapti, mana pul olib kelyapti, tashlab xabar olib ketishi. Bu shukronalikda qarang, uy kerak emas menga. Avvalo rahmat hammalariga. Yana bir narsani aytib ketmoqchiman shu o'rinda. Bugun qabr boshiga chiqib keldim-da, nimalarga. Onam hech gul sovg'a qilmaganman. Umrim bino bo'ldi. Faqat gul endi paypa. Oddiygina ro'molcha yo atar sovg'a qilardim-da onamga. Bu qabr boshiga gul olib, o'zimdan xafa bo'ldim. Shuncha yil onam yonida bo'lgan ekanman. Bir dona gul sovg'a qilmagan ekanman. Qaniydi onam bo'lganda yonimda hozir. Shuning uchun ham dadam yo'qotgim yo'q. O'sha ota-onalari borlar, onalaringga bir dona bo'lsa gul olib kiringlar. U ko'ylak ro'mol bo'lmasa ekan, men ko'ylak ro'mol olib ko'ylini olaman deb o'ylab ketdim. Lekin onam armon bilan ketdi, men gul olib bermagandim. Otalaringni asranglar, onalaringni asranglar, opa-singillarni xabar olinglar. Bu kunlar g'animat. Odamzod o'lishini bilmas ekan, yo'qotishini bilmas ekan. Kelyapman shu qabrboshidan hamma onasiga gul olgan bozorda. Otalarini, singillarini yo'qlash uchun yo'lga chiqqanlar. Qaniydi men ham gul olsam, uyga kelsam, onam kutsa meni. Keldingmi bolam? O'tgan yil shu 8-martda birga mashqxona atrofida to'ralarimiz o'tirgan edi shu vaqtlar. Xursand, shodon edik. Bugun biz uchun qayg'uli kun. Hamma uchun bayram, hammamning bayramlaring bilan. Buni qayg'uli o'tkazmoqchi emas edim, lekin men uchun og'ir. Rahmat. Sinem endi bu kunlarni ko'rish taqdiringizda bor ekan, bu qadar deydi. Nima deydi, hali aytadi-ku, qadar yozilgan, qalam ko'tarilgan deydi. Endi bag'iga kuchli bo'ling. Alloh sabr bersin. Endi shu otangiz uchun ham, singlingiz uchun ham siz yashashingiz kerak, siz kuchli bo'lishingiz kerak. To'g'risi men bu bugungi videoni, bugungi bayram kunday sonini bu darajada bir qayg'u bilan, bas xursandchilik bilan olmoqchi edim. Juda ko'pchilikni ko'zini ochib qo'ydi hozir bu qiz. Juda ko'pchilikni bor. Bundan tashqari haligi pulga hujum qilgan bir iflos. Alloh sabr bersin. Xo'p, mavzuni o'zgartiraylik kelgan. Hop, bir odam telefon qildi sizlarga. Bu yer masalasi. Aha, yer masalasi yerda haydab beramiz, yo'lda ko'chib kelish uchun oqlayroq. Rahmat lekin. Suv kelmaydimi bu yoqda? Suv kelishibdi. Bir yaxshi inson chiqdi aka, qo'limda bir haydaydigan traktorim bor, chetga pomidori, baqlajon, bodring qilib, agar o'tib bor ekan, shu haydab duo qilib qo'ysa meni. Shuni haydab ekib bersam deb ertalabda menga telefon qilishdi. Lekin mana men borib maslahatlashib, gaplashib bo'ldi, zo'r bo'ladi. Ertaga misol pomidori, balgaska hamma o'zidan chiqib qoladi. Desam hozir bitta muammo suv ekan. Endi suv bo'lmagandan keyin bitta ichimlik suvi ham yo'q hozir. Ichimlik suvi hammaga kirgan, biz olib kirmaganmiz uyga. Qayerdan kirgan ichimlik suv? Nari tomondan, kecha tomondan olib kirib olishgan hammasi. Biz endi kelganimiz uchun olib kirganimiz yo'q. Nari mahalladan toshiymiz suvga. Qayerdan toshiysiz? Endi chiqqanda nari mahalladan toshib olamiz. Ko'chada arzon bo'ldi. Ko'chada arzondan, lekin hammaning uyiga suv tushgan, ha? Hammaning uyiga suv tushgan. Xo'p, kelinglar endi narsalar bor, tushiraylik. Endi azizlar, bu haligi yo'q aytganim bir yaxshi inson men tanimayman. Kecha savatchaga kirib bir savat narsani qo'yib, hozir mana un magaziniga borib bir qop unni olibdi. Telefon qildi, shuni olib borib duo qildirib qo'ying. Kim u?
Bilmayman, lekin Alloh rozi bo'lsin. Hozir tushiramiz. Kelinglar qizlar, sizlarni tushirib yuboraylik. Hop, Cho'kka sog'lom. Bor olaman. hop. Keling. Bilmayman, bu ham yo'q narsani o'zi yo'q bitta. Choydi, kalbasaydi, go'shti, tuxumi, mag'ladi. Maşallah bu arada. Hani kecha shu unni ham tushiraylikchi. Xullas azizlar, bu oilani oziq ovqatidan, produktasidan o'sha ko'nglimiz to'q. Bundan tashqari ham Bor, uyda ham bor. Ashuncha odam mana narsa, go'sht, bu narsalar olib kelib qolib ketishyapti. Hozir bir hoji akam, qadrdon hoji akam telefon qildilar. Elmurodjon, shu uyga ozgina xarajat qilib qo'ydik. O'shani ertaga uyga tashab qo'ysam, uyingga olib borib tashab qo'ygan videoyini ko'rib qoldim dedi. To'g'risini aytdi. Biz u oiladan ham qo'rqishimiz kerak. To'g'ri, sizlar bu oilani o'ylab juda ko'p narsalarni beryapsizlar. Alloh rozi bo'lsin, mana yaxshi insonlar. Lekin juda ham ko'payib ketdi. Endi bizga asosan shu mablag' kerakligi uchun aytdik, hoji akam aytdi, bo'ldi. Ko'nglimdan chiqqani bor, bo'lmasa men bozorlik qilmayman-da, pulni uyingga tashab qo'yaman, ertaga shuni yetkazib berasan dedilar. Bo'ldi. Men qarang. Bu odam tanimaymiz, nima zaril bu odamga. Yo'q narsa. Ilohim o'rnini millionlab to'ldirsin, bu qarang, yo'q narsani o'zi yo'q. Bu qarang, shakari, oqqanti, novvoti, malakosi, sariyog'i, guruchi, tuzi, makaroni deysizmi? Hamma yo'q. Hamma yo'qdi. Kalbasasi, go'shtigacha olib ketdilar. Alloh rozi bo'lsin. Aka, asha insonlarga duo qiling. Ramazon kunlarida nima ehson qilishgan bo'lsa, qilgan ehsonlari qabul bo'lsin. Amin. Oilalar bilan shu, ayniqsa shu bugungi kunda oilalar bilan tinch, omon, shirin hayot kechirsin. Alloh rozi bo'lsin, o'rnini minglarga to'ldirib qo'ysin, Allohim iloyim. Bizga qilibdimi? Allohim o'rnini to'ldirib qo'ysin, bundan ortig'i bilan iloyim. Qilgan ehsonlarni dargohida qabul qilsin. Ko'pchilikniki-da endi bu. Mana rahmat, uzoqdan ham telefon qilishib, sog'lik, salomatlik tilayotgan, pul tashlayotgan akalarimizga, oilalarini baxtiga sog' bo'lsin, aziz boshlari omon bo'lsin iloyim. Yaxshi kunlarda dadam ham sog'ayib ketib, yonimizga qaytsin ilohim ko'p qatorida. Amin. Shu kasal yotgan bemorlarga shifo bersin. Tan jonlari sog' bo'lsin. Bizga birda beryaptim, ularga o'nda bersin iloyim. Allohim Alloh o'zi hammalaridan rozi bo'lsin. Qilgan ehsonlarini o'rnini o'nlarini to'ldirib qo'ysin iloyim. Amin. Allohumma inshaalloh. Xursandmisiz? Ha? Eng katta xursandchiligim mana shu dadam sog'ayib ketsa, eng katta baxt. Inshaalloh sog'ayadilar. Xudo xolasa hammasi. Birinchisi shu bang. Hammasi zo'r bo'ladi. Ha, keyin yana bitta narsa esdan chiqmasin. U ikkinchi kuniyoq bizni xayolimizdan ko'tarilib qolgan ekan, esdan chiqib qolgan ekan. Shuni aytaman, har safar kelib aytaman-da, esdan chiqyapti.
6-maktabda nechanchi sinf o'quvchilar? Bilmadim nechanchi sinfligini 5-6 o'qisalar kerak. Domlalari bilan kelib 6 ta qiz produktda non-pon mayda-chuyda qilib tashlab ketishdi. Alloh rozi bo'lsin iloyim. Ota-onalaridan ham. Ota-onalari shunday qilganki, o'shaning uchun tashlab ketishgan. 6-maktabda Yozyovon tumani Soybo'yidagi 6-maktabda o'sha ustoziga, o'sha masjidga qadam bosib kelgan o'sha o'quvchi qizlarimizdan ham bosib kelgan qadamlaridan Alloh rozi bo'lsin. Men birinchi kelganda voy kichkina qizchalar keldi, maktabdan xabar olgandi u. Har safar aytaman deb esimdan chiqib qolyapti. Alloh rozi bo'lsin. Mana to'xtamayapti odamlar, to'xtamayapti. Azizlar, ko'pchilik aytayapti, biz kartaga pul tushira olmayapmiz, to'g'rimi? Sizga ham telefon qilishyapti. Endi Sberbank qo'ying deyapti. Bizning Sberbank kartamiz yo'q. Bularda bu otasidan boshqa hech kimi yo'q bu bechoralar. Bir Rossiyada ishlaydigan bir qarindosh urug'i yo'q, tanishi yo'q. Endi menga karta qo'yish mumkin emas. Men shu kungacha qo'ymaganman. Endi mana Xudo rizq beruvchi Xudo o'sha kartaga pul tushira olmasa ham mana yetib kelyapti. Lekin men shu tepaga, ekran tepasiga telefon nomerimni qo'yapman. Pul tushira olmaganlar shu tepada telefon nomeriga WhatsApp orqali chiqishyapti. Men tushiryapman. Menga aytayapman, tushirishyapti. Mana ro'yxat qilib olib kelib topshirib beryapman. O'shaning uchun qo'ldan kelgancha biz dushanba kuni ertaga kirib aniqlashtiramiz haligi iflos kimligini, qayerdan pul bankda chiqadi, kim qayerdan sug'urib olgan u pulni. Uni tekshirtiramiz, keyin kartani o'rnatib chiqishga harakat qilamiz. O'sha chet eldan ham pul tashlasa bo'laveradigan qilib. Kartaga pul solalmayotganlar mana ekran tepasidagi telefon raqam, mana shaxsiy raqam. Aloqaga chiqinglar, WhatsApp orqali tushuntiraman, sekin tashaverasizlar. Planlar bor, rejalar bor. Biz to'xtamaymiz endi. Mana kecha men bitta taklifni qo'ydim, hamma davay dedilar. Endi dedilaringmi oxirigacha davay deb turinglar. Kommentariyani yozinglar, laykni, gumbillatni ezinglar, videoni tars keng tarqatinglar, kerakli insonlarni qo'liga yetib borsin. Nima ikki xona uy? Siz bilan menga hech nima emas. To'g'ri, bular uchun yo bitta odam uchun o'qo degan katta bo'lishi mumkin. Misol Yozyovon sentrdan bitta harakat qiladigan bo'lsak, ikki xona domlagan bo'lib qolishi mumkin. U siz bilan meni qo'lga bog'liq. Bittasi dedi, oddiy misol aytyapman. Qaranglar azizlar. Videoni mana 100 mingdan ham ko'p, 60 mingdan ham ko'p ko'ryapti. Mana hozirgi 38 ming ko'rib, 40 ming ko'ribdi. Kechagimizni o'sha 18 soatda 32 ming ko'ryapti. 10 mingta odam 10 ming so'mdan tashlasa 100 million bo'ladi. Azizlar, 10 mingta odam 10 ming so'mdan tashlasa 100 million bo'ladi. 20 ta odam 10 ming so'mdan, 20 mingta odam 10 ming so'mdan pul tashlaylar. Bo'ldi, ag'ini kuzatinglar. Hech kim pul tashlamasinlar. O kelishaylik 10 mingta odam, 20 mingta odam 10 ming so'mdan pul tashlaylik, 200 million pul bo'ladi. To'g'ri, 200 million katta summa. Lekin 10 ming so'm shuni ham ishlatib yuboryapmiz, yo'q qo'yapmiz. Bitta harakat qilaylik. Tez kunda. Mana shu ulug' kunlarda, Ramazon oyida mana shu oilaning xursandchiligiga siz ham men ham guvoh bo'lasiz. Lekin boyagi hali haromxo'rda it tug'ib tashab ketgan, itdan tarbiya olganga kommentariyada sizlar ham fikrlaringizni bildirib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, e'tibor uchun rahmat. Ertaga yana singlim bitta keladigan insonlar telefon qildi. Xudo xolasa omonatlarini yig'ishtirib kelamiz. Sizni qanaqa gaplaringiz bor? Qizim? O, tog'alaringiz, xolalaringizga nima deysiz mana? Rahmat katta ularga ham. Shuncha yordam berishayotgan uchun, ayniqsa direktorimga, ustozlarimga rahmat. Endi to'g'ri qabul qilinglar. Bu yosh qiz, 8-sinf qiz. Bo'ldi, men ertadan bu qizni ko'rsatmayman. Men kechagi kommentariyalarda yozaveruvdilaringiz, men bugun dam olish yakshanba kunligi uchun mana ko'rsatib qo'yapman. Bularda bu qizni dod deb yig'latishdan foyda yo'q. Alhamdulillah, mana ko'ryapsizlar, mana shu qizni men kelayotgan vaqtda bu qiz maktabda bo'lyapti. Shuni ham voy anu qiz qani, palon qani, piston qani yozyapsizlar. Bu o'qish kerak, baxtli bo'lish kerak. Men bu qizni olib chiqib olib kunda siz ekranga olib chiqib yig'latib ochko ishlash niyatim yo'q. Faqat to'g'ri qabul qiling. Bu qiz bola, bu o'qish kerak. O'shaning uchun xafa bo'lmaysizlar. Bu qizni
bemalol. Seni sizga keyingisidan ruxsat, kameraga chiqmasangiz ham mayli. Bunaqa qilib siz yig'lashingizni biz tomosha qilib o'tiramiz. Tushundingizmi? Sog' bo'ling, baxtli bo'ling. Hali hammasi zo'r bo'ladi. Mayli, sog' bo'linglar, qadrdonlar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha.